ustalar ham aytmagan sirni ochamiz. Mana qarang. Zvyozdochka ключ kerak bo'ladi. Regirovka qilishni o'rgataman. Qashaq yopilib qoldi. 5000 so'm shpris. Ichida o'zi bilib ana joyga tishiga kelib qolar ekan. Salidorni men 15 mingga oldim. Ish bor degani nima degani desanglar, bosasiz ochiladi. Mana ko'rdinglar? To'g'rimi ichini to'ldirib qo'yamiz. Mana chiqib bor mana. Tochkalari bor. Zavodchani kraskasini qanaqa tekshiradi? A'lo natija bor. Hammaga assalomu alaykum. Obunachilarimizga sog' omonmisizlar? Bugun sizlarga noodatiy video qilmoqchiman. O'zimning mashinam, o'zim qiziqaman mashinaga juda ham. Mana hamma texnik xarakteristikasiga qaragalarim kelib ketadi. Endi sizlarga ham ilindim buni. Hammani vaqtini, naqdini tejagan holatda bitta zo'r video ko'rsatamiz. Ya'ni mashinani eshigini regirovka qilish bo'yicha. Ko'p ustalarimiz video qilishyapti. Mana yaxshi yopilmayapti. Olib keling, hamma ko'rsating. Yaxshi yopilmayapti bundoq. Mana shu yopilib qoldi. Udar bilan qilish kerak. Bu yoq tomoni regirovka qilib bo'lgan joyimiz o'sha. To'g'risini aytsam, a'lo natija bor. Hozir men sizlarga shuni regirovka qilishni o'rgataman. Eng qizig'i buni narxi 20 ming so'mga tushadi. Hozir ko'rsataman, keling. Mana shu Liton 24, xo'sh, hozir sizlarning tilida bu Salidor deyiladi. Salidorni men 15 mingga oldim. 5 ming so'mga shpris oldim. Shpris ichiga men Salidorni quyib yubordim-da. Hozir bir ikkita joylarni ko'rsatamiz. Endi bundan buyog'i Sergeli mashina bozorida videolar olamiz, narx-navolarni, shunaqa kichkina foydali, manfaatli videoni qo'yishni niyat qilib qo'ydim. Agar sizlar ham shunga qo'shilsanglar, ko'ramiz shu videoni, like bosamiz, kommentariy fikrlarimizni yozamiz, qo'llab-quvvatlaymiz desanglar, bitta like bosib qo'yasizlar. Endi sizlarga xo'sh, hafta davomida, kunlar, oylar davomida sizlarga mashinani kraskasini qanaqa tekshiradi? Mana shu Talshinomerimiz bor. Talshinomerda qanaqa tekshiradi? Ultrafiolet fonarlarimiz bor. Qanaqa foyda beradi buni? Palon pul ishlatib, ustalarni olib kelib tekshirtirib, ularga pul berishni qisman nima deydi? Kamaytiramiz. U sharoitida qilamiz. Xo'sh, bizga bu Salidorimiz kerak bo'ladi. Eng foydali videoni mana shundan ko'rsatamiz. Mana shu qo'yib oling. Qaranglar. Xo'sh, hamma zavodskoy mashinada mana shu tochkasini ko'rsating, operatorimiz mana shu tochkalari bor mana. Tochkalari bor zavodskoy kuzov bilan, mana bu joyida ko'rasizlar. Shularni to'g'rilab chiqamiz-da, eshikni ochib yopib ko'ramiz. Uning uchun bizga Zvyozdochka ключ kerak bo'ladi. Hozir birgalikda shuni qilib ko'ramiz. Juda qattiq bo'ladi. Bitta bo'shatamiz. Ko'pchilik ustalarimiz shu turni olib eng kerakli joyi, ya'ni kuzov bilan mana shu oshiq-moshiq deydi-yu, shuni qanaqa regirovka qilishni aytishmayapti. Hozir mana yoqdan bo'shatdik. Hozir. Shuna qiyin emas. Uyingizda oddiy mana bu yoqqa olib keling. Oddiy kuni bemalol mashinani mo'yga qilib, hozir men ko'rib olaman. Mana ko'rdinglar? To'g'ri keldi. Mana bu temirniki, mana bu kuzovniki. Endi buni sal qotirib yopib ko'ramiz. Yopib ko'ramiz. O'zini joyiga ham tushib oladi. Sekin. Qani. Bismillah. Mana yumshadi o'zi. Sirasi yumshadi. Endi yana bitta zo'r narsa, uni hozir ikkita eshikni qilib ko'rganimdan keyin bilib qoldim buni. Mana, vashi yumshoq bo'ldi. Zo'r bo'ldi lekin. Endi qaranglar, nima qilamiz? Buni ozgina bo'shatamiz. Nomiga bo'shatdingiz. Juda ham foydali bo'ladi. Uy sharoitida qiladi. Qaranglar. Yopdik, yumshoq bo'ldi. Endi qaranglar. Zo'r, ustalar ham aytmagan sirni ochamiz. Mana qaranglar. Yopdik-a, mana bir ikki marta qimirlatib olamiz. Eshik yopilib, ana joyiga tishiga kelib qolar ekan, to'g'rimi? Nom kelib qolar ekan. Shuni hozir o'ylab topdim-da. Mana, botdingiz, ochayotganda endi joyidan qimirlatmaslik uchun mana burchkani ochib olamiz-da, sekin tortib olamiz-da. Shuni joyini endi sirasi qotiramiz. Joyi qotiramiz endi. Joyida qotdi mana. Maza qiladigan joyi lekin. Uy sharoitida mashinasini yaxshi ko'radiganlar, ustiga olib borib vaqtimni ketkazmayman deydigan odamlarga bu narsani oson deyil. Qattiq qilib qo'yamiz. Mana qilib qo'ydik. Ana endi eshikni yopib ko'ramiz. Vo, maza. Bo'ldi. Ana endi bu yog'iga qarab ketaveramiz. Xo'sh. Endi bu yoq ruchkasiga olib kelamiz zamogiga. Mana shu zamokni hozir endi yechamiz. Aynan shu joyini, bitta tepasini yechamiz. Sababi buni ichida oshiq-oshiqlari, prujinalari bor. Prujinalarini yechib o'sha yerda salidorlab olamiz. 15 mingga olgan salidorimizni ichiga quyib olamiz. Videomiz foydali, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yib, qoyil deb yozib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Hech kim sizlarga bu sirlarni ochmaydi. Shuni ham 100 ming, 150 mingga nima qilishyapti? Sizlarning ishingizni regirovka qilib berishyapti. Mana 5 ming so'm shpris. Uchida o'zi nasatkasi ham bor. Olib kelamiz. Mana shu teshikka tiqamiz-da. Mana endi simasiga o'tdi, ichiga ketyapti mana.
Orqadan ruchkani qimillatib yuboramiz. Ana ruchkani ochib yopish bor. Qimillatib yuboramiz mana. İçini to'ldirib qo'yamiz. Mana chiqib keldi. Endi o'sha bu yoqlarini moylab yuboramiz. Ya'ni salidorlab yuboramiz. Hamma yog'iga tegadi. Sizlarga bu ketishda moshani kraskasini qanaqa tekshirishni ham o'rgataman. 110 ming so'mga moshani kraskasi bormi, yo'qmi, shuni bilib beradigan darajada sizlarga bitta video qilamiz. Uning uchun qo'llab-quvvatlab, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, aynan manfaatli, foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib qo'yib, mashinasi bor akalarga, ukalarga jo'natib qo'ysangiz, bu sharoitda o'zingizga ham qo'g'irishadi. Mana, biz hamyonni qildik. Endi yana shu boltni olib joyiga qotirib qo'yamiz. Qurib ketadi, chunki buni ichi vaqt soati kelib, o'shani biz saldorlab qo'ydik chiroyli qilib. Shuni qotiramiz. Lekin to'g'risini aytsam, bu eshik regirovkani o'zim ham birinchi marta qilishim. Men yolg'on gapirmayman. Birinchi marta qilib ko'rishim o'xshadi. Sirazi obunachilarimizga bu videoni tashlab bermasam bo'lmaydi. Ular ham uy sharoitida o'zingiz qilib olishadi deb tashlab qo'yganman videoni. Foydali bo'lishi. Mana shu joyini ham endi o'zim uchun qilinadimi yo'qmi bilmadimmi, lekin o'zim uchun qilib qo'yganman. Chunki plastik qurib qolyapti. Mana shu joylarga ham chiroyli qilib qisib qo'yamiz. Mo'yka qilishdan oldin qilib olsanglar, keyin mo'yka debdi mashlarga saldor tekkan joylariga. Voy, maza qilyapman lekin bor. Oddiy dam olgan kuningda mashinaga mehr beraman, mo'yka qilaman desanglar, shundan oldin qilib olsanglar, mana. Nima deyapti? Buni qo'yib turamiz. Mana, bitta qo'l. Hoppa. 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 Bitta like bosib qo'yasizlar. Mashina turishda davom etamiz. 4 ta eshikni. Xo'sh. Shopir eshigimni qarab qo'yaman. Hozir men 3 ta eshikni qildim. Bitta tekshirib chiqamiz. Mana. Maza. Keyingisi mana bitta tushirib olamiz. Shu joyga like bosib qo'yasizlar. Orqa eshik mana shu taraf ham zo'r chiqdi. Mana shu taraf ham qiynayotdi meni. Maza bo'ldi. Bu yoq ham maza bo'ldi. Endi qarab turing. Mashdan videoga olib turasiz. Bagajni. Bagajni shundoq Nexus 3 bor akalarimizga oson yo'lni o'rgatib qo'yaman. Bitta bossangiz bagajimiz shundoq ochilyapti. Men dakkansa taqashga qilmadim aytyapti. Sababi mana shundoq kelib, mana shundoq urilib qolyapti. O'shaning uchun men yarim оборотda ochilishini regirovkasini qilib qo'ydim. Mana shu ham qulay ekan menga. Bu ham bitta oson. Boshingiz kerak bo'ladi, qo'lingiz kerak bo'ladi. Ikkita hozir samarangizga o'xshagan narsa kerak bo'ladi. Men o'rgatib qo'yaman. Olib keling mana shu videoni. Boshingiz bilan, xo'sh, mana shu bagajni to'sib turasiz-da. Mana shu joyini pastga tushirsangiz, mana pastga bossangiz, mana shu joy pastga bosiladi bu. Keyin oraga mana samarangizni tiqib qo'yasiz. Mana bu tomonda ham bor. Mana shu tomonni pastga bosasiz, mana bagajni ushlab turasiz. Bagajni ham ana qilib oling, videosini olib oling mana shunday. Mana boshingizni ushlab, pastga qarab, egib, mana shu yerga samarangizni tiqib qo'yasiz-da. Bu mana bosasiz, ochiladi. Bu foydali video bo'layotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Mana shu ko'rsating. Moshina bozorim kanaliga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz, Instagram kanalimiz, YouTube kanalimizga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Sizlar uchun foydali, manfaatli videolar chiqarishda davom etamiz. Telegram kanalimizda bo'lsa, sizlar o'zingizga moshina xarid qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol o'sha yerdan qilib xohlagan mashinani tanlab olsanglar bo'ladi. Instagram kanalimizda inna markalar sotamiz. Mana shu mashinani olib kelsanglar, mashinalarni reklama qilib, chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Xo'sh, ish bor degani nima degani desanglar, bu ish bor degan kanalimizda bor. O'zingizlarga mana shu mashinalarni xarid qilaman, sotib olaman niyatim bor desanglar, mana shu ish bor kanaliga kirib, o'zingizlarga qulay bo'lgan ish tanlab, borib, savol javoblardan o'tib, o'sha yerda ishlab, pul topib, shunaqa mashina olsanglar bo'ladi. Keyingi videolarimizda agar qo'llab-quvvatlasanglar, video yoqdi desanglar, sizlarga mashinani kraskasini qanaqa o'lchaydi, kraskasi bormi, yo'qmi, shularni video obzor qilamiz. Buning uchun bizga ultraviolet fonar kerak bo'ladi, и толщиноmer kerak bo'ladi. Bizani qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Bitta like bosib qo'yinglar.